Endi qaranglar, 3-qatorimizda 13 ta naksiz ustuncha to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Mana 13 ta to'qidim. Bitta kamaytirish qilaman. Bitta kamaytirish 8 ta naksiz ustuncha to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 7. Mana 8 ta va yana bitta kamaytirish qilamiz. Va endi qaranglar, 18 ta naksiz ustuncha to'qib olamiz. Mana 18 ta naksiz ustuncha to'qib oldim. Endi qaranglar, bitta kamaytirish qilamiz va 8 ta naksiz ustuncha to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 7. Mana 8 ta yana bitta kamaytirish qilamiz shu yeriga va 5 ta naksiz ustuncha to'qiymiz. 1 2 3 4 mana 5 ta. Endi 3-qatorimizda 56 ta naksiz ustuncha hosil bo'ldi. Endi 4-qatorimizda o'qiymiz. 7 ta naksiz ustuncha. 1 2 3 4 5 6 7 ta mana bitta kamaytirish qilamiz. 2 ta naksiz ustuncha to'qiymiz va yana bitta kamaytirish. Endi 7 ta naksiz ustuncha. 1 2 3 4 5 6 7. Endi bitta kamaytirish qilamiz. Bitta kamaytirish. Hop, 3 ta naksiz ustuncha. 1 2 3. Bitta kamaytirish qilamiz. 7 ta naksiz ustuncha. 1 2 3 4 5 6. Mana 7 ta bitta kamaytirish. 3 ta naksiz ustuncha. 1 2 3 ta va yana bitta kamaytirish. Endi 7 ta naksiz ustuncha to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 7 ta. Hop, bitta kamaytirish qilamiz. 2 ta naksiz ustuncha. 1 2 bitta kamaytirish. 2 ta naksiz ustuncha to'qiymiz. Hop, mana 4-qatorimizda o'qib tugatdik. 4-qatorimizda 48 ta naksiz ustuncha hosil bo'ldi. Endi 5-qatorimizni to'qiymiz. 5-qatorimizda 6 ta naksiz ustuncha. 1 2 3 4 5 6 ta bitta kamaytirish. Xuddi shunday 6 ta naksiz ustuncha bitta kamaytirish qilib 6 marta takrorlab olasizlar. Qatorimizda 42 ta naksiz ustuncha hosil bo'ladi. Mana 5-qatorimizda o'qib tugatdik. Endi 6-qatorimizda yana kamaytirish qilib to'qiymiz. 5 ta naksiz ustuncha. 1 2 3 4. Mana 5 ta bitta kamaytirish. Xuddi shunday 5 ta naksiz ustuncha bitta kamaytirish qilib 6 marta takrorlab olasizlar. Hop, qatorimizda 36 ta naksiz ustuncha hosil bo'ladi. Mana 6-qatorimizda o'qib tugatdik. Endi 7-qatorimizda 4 ta naksiz ustuncha bitta kamaytirish qilamiz. 1 2 3 4 ta bitta kamaytirish qilamiz. Xuddi shunday 4 ta naksiz ustuncha bitta kamaytirish qilib 6 marta takrorlab olasizlar va qatorimizda 30 ta naksiz ustuncha hosil bo'ladi. Mana
7-chi qatorimizni o'qib tugatdik. Endi 8-chi qatorimizda 3 ta naksiz ustuncha 1 2 mana 3 ta bitta kamaytirish qilamiz. Xuddi shunday 3 ta naksiz ustuncha bitta kamaytirish qilib 6 marta takrorlab olasizlar va 24 ta naksiz ustuncha hosil bo'ladi qatorimizda. Mana 8-chi qatorimizni ham to'qib bo'ldim. Endi qaranglar. Mana shu simimizni hop 2ga bo'lamiz, buklab. Mana shunday izolenta yordamida yaxshilab aylantirib chiqamiz. Mana endi qaranglar, buni ham o'rtada qo'shib to'qib ketiladi. Mana shunday qilib, endi buni ichini yaxshilab to'ldirib olasizlar. Mana shu qo'l qismlariga ham yaxshilab sintifon solib olasizlar. Mana ichini yaxshilab to'ldirib oldim. Endi qaranglar. Endi to'qishda davom etamiz. Hop, 9-chi qatorimizda 2 ta naksiz ustuncha bitta kamaytirish qilar ekanmiz. Mana bitta 2 ta endi kamaytirish qilamiz. Xuddi shunda 2 ta naksiz ustuncha bitta kamaytirish qilib, hop 6 marta takrorlab olamiz va qatorimizda 18 ta naksiz ustuncha hosil bo'ladi. Mana 9-chi qatorimizni o'qib tugatdik. Endi 10-chi qatorimizdan 16-chi qatorimizgacha 7 ta qator hop ko'paytirishsiz, kamaytirishsiz 18 ta naksiz ustuncha to'qib olamiz. Mana shu bo'yin qismini mana 7 ta qator to'qib oldim. Endi birlashtiruvchi ilmoq qilib bitta havoyi zanjir qilamiz va ipimizni uzamiz. Mana ipimizni uzib oldik. Mana tana qismi tayyor. Mana shunday qilib shakl berib qo'ysanglar bo'ldi.